Nur surasi 31-oyatda aytilishicha, mo'min va musulmon ayollar o'zlarining jozibali qismlarini, ya'ni figuralarini omma oldida va noma'lum odamlar oldida namoyish qilmasligi, kiyimni tor va e'tiborni o'ziga tortadigan darajada kiymasligi talab qilingan. Bu Qur'onda ham yozilgan. Bunaqa ayollar erkaklarni chalg'itmaslik, ijtimoiy fitnadan saqlanish va erkaklarni shahovatini qo'zg'atmaslik nazarda aytilgan. Bunday ayollar shaytonning ayollari deyilgan va Alloh taolo tomonidan la'natlangan. Men ayol va qizlarimizdan so'rab qolgan bo'lardim, ko'chada bunday kiyinmaslikni va omma oldida uni namoyish etmasligini so'ragan bo'lardim.